Olimlar ekstremal issiq va sovuqqa bardoshli super metallni yaratdilar. Janubiy Koreyaning Pohang fan va texnologiya universiteti olimlari materialshunoslik sohasida katta yutuqqa erishdi. Ular Selsiy bo'yicha 196 daraja sovuqdan 600 daraja issiqqacha bo'lgan haroratlar oralig'ida o'z xususiyatlarini saqlab qoluvchi qotishmani ishlab chiqdi. Yangi yuqori entropiyali nikel asosida qotishma giperadaptor nomini oldi. Uning asosiy xususiyati har qanday harorat o'zgarishlarida mexanik xususiyatlarni barqarorligidir. Bu ilgari metall materiallar uchun imkonsiz deb hisoblanardi. Bunday xususiyatlarning siri qotishma tarkibida bir tekis taqsimlangan L1 nano o'lchamidagi zarralardir. Bu mikroskopik elementlarni mustahkamlovchi karkas vazifasini bajaradi va deformatsiyaning oldini oladi. Ushbu yangilik o'ta muhim harorat tebranishlariga duch kelinadigan sohalarda qo'llanilishi mumkin. Gap kosmik raketalar, reaktiv dvigatellar, avtomobil chiqindi gaz tizimlari, energetik turbinalar va sanoat quvurlari haqida ketmoqda.